Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Men lapshayib o'tirganimda bir narsani o'ylab qoldim. Kim meni videomni ko'rib turgan bilsa, hammani bir savol qiziqtiryapti. Biz barchamiz bir uyda yashaymiz. Yo, bunday uyda emas. Mana bunday uyda. Har bir o'yinchi mana shunday uyini qurganda, unda uxlagan, yegan va tirik qolgan. Lekin oxir-oqibat yangi hayot boshlash uchun eski uylarimizni tashlab kelganmiz. Menda bir g'oya keldi. Kelinglar, biz birinchi eski qurgan uylarimizni restavratsiya qilamiz. Restavratsiya degani eski holidan mana bu holga olib kelamiz. Kelinglar, loydan qasr quramiz. Menimcha bu qiziqarli ham zavqli bo'ladi. Tasavvur qilinglar, bizning kichkina uyimiz bahaybat, hashamatli qasrga aylandi. 10 yulduzli qasr desa ham bo'ladi. Bu bizni kichkina uyimizni xursand qiladi. Kelinglar, qurilish uchun joy izlaymiz. Chunki uy juda ham bahaybat bo'ladi-da. Shuning uchun joy izlash oson bo'lmaydi. Nima deb o'ylaysizlar? Qurilish uchun mana shu joy bo'ladimi? Bu meni uyimga ham yaqinroq, bazamga ham yaqinroq ekan. Kelinglar, qurilishni mana shu yerdan boshlaymiz. Birinchi navbatda daraxtlarni kesib, yerni tekislaymiz. Chunki bizning bahaybat uyimiz loydan bo'ladi. Qolgan uylar ham albatta loydan bo'ladi. Lekin uylarni xursand qilish esdan chiqmasin. Uyning ichida bizga kerakli bo'ladigan barcha jihozlar bo'ladi. Mashg'ulot zali, bahaybat shkaf va bahaybat garaj. Albatta qop-qora gelik ham bo'ladi. Men ham bir kun kelib mana bunga o'xshagan gelik olarman. Xo'sh, bu yerni tozalab bo'lganimizdan so'ng, men barcha yig'ib qo'ygan to'plangan loylarni olaman. Endi esa qasrning karkasini tayyorlaymiz. Bu oddiy qasr bo'lmaydi. Albatta fasad qismini ham ta'mirlaymiz. Do'stlar, Instagram profilimni pastdagi silkaga qoldirganman. Albatta o'tib Anilan dublyaj uzga obuna bo'lib qolishingiz mumkin. Bu Minecraftdagi eng bahaybat qasr bo'ladi. Obbo, jin ursin, shular yetmay turdi. Men qasr qurishdan oldin mana bu aktyorning uyini ko'rib chiqdim. U qayerda yashaydi, uyining ko'rinishi qanday? Ish qilib qidiruvga berilmasam bo'ldi. Menimcha FBR mening eshigimda tayda turgandir. Qachon buzib ichkariga kiramiz deb. Lekin bu uy shunga arziydi. Mana Dwayne Johnsonning uyi. Hozircha bu uyning karkasi xolos. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men buni Minecraftda quraman. Mana bu aktyor Dwayne Johnsonning uyi. Tashqari qismida bahaybat basseyn qurishim kerak. Keyin esa uzun yo'lak. Bunday yo'lak faqat milliarderlarda bo'ladi. Keyin esa qasrning oxirgi tomonida kichkinagina uycha quramiz. Bu Dwayne Johnsonning kichkinagina uychasi meni yashab turgan uchastkamdan ham katta bo'lsa kerak. Ha, mayli, lekin qurilish ajoyib bo'ladi. Biz kichkinagina muammoga duch keldik. Ha, ko'rib turganingizdek, menda loy qolmadi. Ko'rib turganingizdek, o'tli yerlarni ham ishlatyapman. Tugab qolishini qayerdan bilibman? Butun dunyoda loy bor, lekin menda yo'q. Ha, bu juda ham achinarli. Zaxiraga olib qo'ygan loylarim bormikin? Xo'sh. Qoyil, men boyvachchaman. Jin ursin, loy bilan ham odam boy bo'ladimi? Lekin bu olgan loylarim menga yetarli bo'lmaydi. Menimcha men keyinchalik 2 barobar sandiqlarimni ko'paytirib, 2 barobar loylarni ham ko'paytirishim kerak. Men hali ikkinchi qavatni ham qurishim kerak. Lekin Dwayne Johnsonning uyini qurish oson bo'lmaydi. Nimagadir u o'z uyini ijtimoiy tarmoqqa qo'ymaydi. Mana endi meni ishim yanada qiyinlashadi. Men suratga qarab turibman, lekin shubham bor. Bu o'zi Dwayne Johnsonning uyimi o'zi? O'zi bu aktyorning uylari juda ham ko'p, lekin bir-biridan chiroyli-da. Men esa Minecraftda loydan uy qurib o'tiribman. Jin ursin, birozgina soqqa bersa yaxshi bo'lardi-da. Men karkasni qurish uchun birozgina vaqtimni sarfladim. Ikkinchi qavatni qurish uchun men yana bir nechta suratlarga nazar tashladim. Jin ursin, uning qasrining narxi 50 million dollar ekan. Masalan, uyining orqasi chiroyli. Men uyini nazarda tutdim. Menimcha qasrning chiroyi ham shunda bo'lsa kerak. Uning eshigining yuqori qismida arkalar bor. Yana fontanlar ham joylashgan. Xullas, ajoyib va g'aroyib. Uning hozirgi yashab turgan uyi 70 million dollar ekan. Ha, bu shunchaki oddiy loy emas. Xullas, biz anchagina narsa qurishimiz kerak. Lekin xavotir olmanglar, biz qurayotgan uy Dwayne Johnsonning uyi bilan birga bir bo'ladi. Bu videoni ko'rish uchun men aktyorga xabar yubordim. Ko'ramiz, u menga javob yozarmikin. Xo'sh, men mana bu yerga kichikroq arka qo'shdim. Hozircha ko'rinishi yaxshi emas, chunki devorlar ko'tarilmagan. Xavotir olmanglar, hali uyning karkasi qurilyapti. Men anchadan beri qurilish qilmagan edim, chunki ozgina mazam yo'q edi. Shuning uchun divanga yotgan edim kartoshkaga o'xshab. Ustiga ustak miyam ham ishlamadi. Xullas, men bir narsani tushundim. Bu hali yetarli emas. Xullas, buni buzib boshqatdan qasrga o'xshab quramiz. Xullas, men yaxshi bo'lib yana qaytdim. Mana endi kayfiyatim yaxshi. Menimcha mana endi o'xshayapti. Men unchalik ham katta bo'lmagan arkani mana shu yerga qurdim. U tom bilan bir xil bo'ladi, mana bu yerga ham xuddi shunga o'xshagan arka qurdim. Bu aktyorning uyi bilan bir xil bo'ladi. Xullas, men yanada ko'proq o'xshashliklarni qo'shmoqchiman. Xullas, Dwayne Johnson juda ham boy va savlatli. Yana qiziq, yana menda loy tugayapti. Kelinglar, mana bu yerlarni buzib, daraxtlarni chopib, loylarni olamiz. Xullas, iz qoldirmaslik kerak. Obbo, Creeper nima qiladi bu yerda?
Qiziq, men kovlamasimdan oldin u necha yildan beri yotgan ekan yer tagida. Mana ko'ryapsizlarmi? Meni lopatkam unchalik ham kuchli emas. Mana endi bir o'yin o'ynaymiz. Ko'ramiz, lopatkam singanicha ishlar ekanmanmi yoki bilmasam kuchi ozgina qolgunchami? Menimcha lopatkamning kuchi 1 2 3 4 5. Uning 6 ta kuchi bor ekan. Ozgina qolishiga ozgina qoldi. Sinib ketadi deb o'ylagandim. Mana bu uyning devorlarini hashamatli va chiroyli bo'lishi uchun men loydan foydalanmayman. Masalan, har xil ko'rinishdagi yog'ochlar, yana toshlar ham va yo'lak uchun shag'allar. Mana shundagina haqiqiy uydan farqi qolmaydi. Xullas, quraveraylik, biz uddalaymiz buni. Xo'sh, yana bizga bir nechta bloklar kerak bo'ladi. Bizga kerak bo'ladi yungli bloklar va oynalar. Agar bular tugab qolsa, ularni topish qiyin. Hattoki Minecraft o'yinida bo'lsa ham. Xo'sh, mana endi devorni ko'tarib andava qilamiz. Albatta, andava qilayotganda samonni ko'proq qo'shish kerak. Ham chidamli, ham baquvvat bo'ladi. Jin ursin, yurakka to'kildi-ku bular. Nima qildim men sizlarga? Jin ursin, ularning o'qlari qudratli bo'libdimi? Padar la'natlar ey. O'zi qayerdan paydo bo'ldi bular? Men Dwayne Johnsonning uyini qurmoqchiman, tushundingmi? Yo xudoyim, bular qachon tugaydi, ha? Menimcha FBR meni topdi. Lekin devorlari yomon bo'lmayapti. Bu sizlar o'ylaganingizdan ko'ra salgina qiyinroq. Chunki men qanday qurayotganimni o'zim bilmayman. Mana bular faqatgina devorning tirqichlari. Ishonaveringlar, videoning oxirida uy shunaqangi chiroyli bo'ladiki, Rayhona ham hayrona bo'lib qoladi. Xo'sh, men deyarli devorlarni qurib tugatdim. Hozircha uyning ko'rinishi menga yoqib boryapti. Yo xudoyim, tomning ustida lama nima qiladi? Nima balo, bu yerga savdogar kelganmi? Obbo. Nima uchun seni lamangning bittasi meni tomimning ustida turibdi? Menimcha lamani ham 9 ta joni bo'lsa kerak. Yo xudoyim, mana endi ozgina dam olaman. Mana endi ozgina yog'och olamiz va zina yasaymiz va derazalarga ham oynalarni qurish kerak. Mana bu yog'ochlarni tashqari tomonga o'rnataman, yanada chiroyliroq bo'lishi uchun. Yana shamolladimmi? Yog'ochlarni tepa qismiga ham o'rnatamiz. Ular yanada ko'rkamli bo'lishi uchun kelinglar, toshlardan ham ishlatamiz. Ulardan devor ko'tarib panjara yasaymiz. Ularning yordamida derazalarning burchagiga mana bularni qurib chiqamiz. Mana shunday. Yomon emas. Bu derazalarning chiroyiga yana ozgina chiroy qo'shdi. Menga bu yoqyapti. Agar men archa daraxtidan foydalansam-chi? Xo'sh. Mana bunisi menga ko'proq yoqyapti. Kelinglar, archa daraxtidan ko'proq ishlatamiz. Chunki derazalarning chiroyini ochdi. Jin ursin, men milliarderning uyini Minecraftda quryapman. Nimaga boshla? O'zi nima kerak senga? Seni o'zimga sherik qilib olaman. Seni isming Parpi bo'ladi. Chunki sen juda ham kichkinasan. Uni o'zimga qoldiraman. Xo'sh. Shoshma. Jin ursin, men senga qasr bermoqchiman. Bu qasrning narxini bilasanmi? $1 million. Jim o'tir mana shu yerda. Agar mana shu yerda qolmasang, men seni urib o'ldiraman. La'nati Parpi, qani bu yoqqa kel. Agar sen bunisi qayerdan keldi? Jin ursin, menimcha Parpining xotini bo'lsa kerak. Xotiniga ham ism topish kerak. Xotiningning ismi Bulbulcha bo'ladi. Bulbulcha, men seni ismingni katta harflar bilan yozib qo'yaman. Mana endi derazalarni qurishni boshlaymiz. Xo'sh, mana endi mana bu yerga kichkinagina deraza qurishim kerak. Axir bunday deraza har bir milliarderlarning uyida bo'ladi. Men bu yerga ham archa daraxtidan ishlataman. Xullas, chiroyli chiqish kerak. Baribir derazaning tagiga padakonlik o'rnataman. Menimcha ko'rinishi yomon emas. Xo'sh, mana endi verandani yuqori qismini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana tayyor. Mana endi bir nechta panjaralarni mana bu yerga o'rnatib chiqaman. Buning vazifasi derazalarning oldida balkalar borligi ko'rinib turadi. Xo'sh, mana endi milliarderlarning qasriga o'xshab boryapti. Lekin hali anchasini qurishim kerak. Masalan, barcha derazalarga oynalarni qo'yib chiqishim kerak. Keyin esa tomni yopishim kerak. So'nggi navbat qasrning ichi. Ichkari yotoqxonalar, tashqari tomondagi yotoqxona hamda basseyn. Hozircha mana shular. Xo'sh, ikkinchi etaj tayyor. Menimcha bir xilday ko'rinyapti, to'g'rimi? Lekin men dizaynni nimadandir o'g'irlaganim yo'q. Lekin derazalarning ko'rinishi o'zgacha bo'lyapti. Endi esa navbat oynalarga. Oynani olamiz, derazaga quramiz. Xo'sh, mana bularga e'tibor bermaysiz, chunki men bularni qaytadan qurib chiqdim. Video zapis qilish esimdan chiqdi. Xo'sh, kelinglar, mana endi barcha derazalarga oynalarni qo'yib chiqamiz. Tushunmadim. Nima uchun kirka meni boshimga turibdi? Alo. Hoy. Jin ursin, men boshimga kirka bilan uxlab qoldim. Sal g'alati bo'ldi.
Qiziq, men mana buni proyektga kirgizmagan edim-ku. Xo'sh, men bu yerda nima qilaman? Jin ursin, mana bu oynalar bir-biriga birlashmas ekan. Agar ularni mana bunday qo'yib chiqadigan bo'lsam, jin ursin, sal g'alati bo'lar ekan. Balkim tagiga podakolnik qo'yarman. Menimcha milliarderlar uchun qancha ko'p buyumlar qurilsa, shuncha yaxshi bo'lsa kerak. Mana endi barcha derazalarga oynalarni qo'yib chiqamiz. Mana qasr borgan sari chiroyli bo'lib boryapti. Menimcha men Dwayne Johnsonning uyini birga bir kopirovat qilyapman. Tez orada uning advokati menga qo'ng'iroq qilmasa bo'ldi. Xo'sh, mana endi keyingi navbat tom qismi bilan shug'ullanishimiz kerak. Bir narsa qiziqtirib qoldi. Men qasrni yoki tom qismini yog'och bilan quraman yoki bo'lmasam loy bilan quraman. Loy bilan quradigan bo'lsam qiziq chiqmaydi. Yog'och bilan quradigan bo'lsam kimdandir o'g'irlading deydi ba'zi bir haterlar. Lekin juda ham ko'p yog'och ishlatmoqchi emasman. Xullas, ikkita yo'l bor. Yoki bo'lmasam yerdan quraman, yoki bo'lmasam yunglik bloklardan quraman. Axir ular ham yerga o'xshaydi-ku, faqat salgina yashilroq. Eng yaxshi variant yungli bloklar. Dwayne Johnsonning uyini tomiga qaraganda oddiyroq ko'rinadi. Mana bu suratda uchburchak. Yaxshi. Xo'sh, men qurilishni davom ettirmoqchi edim, lekin menda yungli bloklar tugadi. Jin ursin, shunaqa ham bechora bloger bo'lamanmi? Mana endi menga juda ham ko'p mana shunday bloklar kerak. Men o'ylaymanki, shu yaqin atrofda g'or bor. Mana u. Xo'sh, yunglar qayerda? Bu yungmi? Bo'lishi mumkin emas. Menimcha bu eng maydagina yumshoq biyoma bo'lsa kerak. Mayli, yomon emas, bo'ladi. Mana endi bu bloklarni o'g'irlaymiz. Jin ursin, lapatka bilan kovlab bo'lmayapti. Xo'sh, meni sehrli ketmoncham qaraydi. Mana sehrli uchadigan ketmoncha. Minecraftda qo'l keladigan eng yaxshisi ketmon. Nima uchun men ketmonni tanladim? So'rashingiz mumkin, nima uchun lapatka emas? Patologda ham yunglar bor ekan. Xuddi bankda o'barayotganga o'xshayman. Bilasizlarmi, kattalar nima deyshadi? Bersa ol, ursa qoch deyshadi. Bu maqolni yodlab qo'yinglar. Yana bir marta qaytaraman. Bersa ol, ursa qoch. Mana endi qurilishni davom ettiramiz. Birinchi navbatda tomni yopishdan oldin tomni karkasi bilan shug'ullanamiz. Xo'sh, borgan sari menga yoqib boryapti. Birinchidan tom yam-yashil bo'ladi, ikkinchidan ko'rkamroq bo'ladi. Jin ursin, yana 6 ta blok kerak. Shunaqa ham bechora bloger bo'lamanmi? Qolganlar naryoqda milliarder bo'lib yotibdi. Mayli, tom uchun mana shu barglar ham bo'ladi. Sizlar bunga qarang. Agar uzoqdan qaraydigan bo'lsa, umuman bilinmaydi. Bo'ladi, normalni. Jin ursin, Dwayne Johnsonning uyida moblar nima qiladi? Hali tomni ham yopganim yo'q. Jin ursin, har doim qurilish qilishdan oldin bu yerga svet qo'yib chiqishim kerak. Jin ursin, nima bolalar kelyapti? La'natlari, keyin ko'rishamiz. Mana endi tomni qolgan qismlarini yopamiz. Xo'sh, hozircha yomon chiqmayapti. Mana endi yerni olamiz, ularni birlashtiramiz. Ko'raylikchi, Dwayne Johnson meni Instagram profilimga javob yozganmikan? Qani? Jin ursin, yozmagan ekan. Dwayne, nima bilo, fanatlaringni bir tinga olmaysanmi? Jin ursin, loylik qasrni mana endi arkasi bor. Agarda sening ham uyingda arka bo'lsa yoki bo'lmasam kolonnalar bo'lsa, demak sen milliardersan. Xo'sh, mana endi mana buning tomini yopish kerak. Tom yuqori qavatdagi oynalarni yopganiga e'tibor berma. Jin ursin. La'nati, uyni parazitlar bosib ketdi-ku. Jin ursin, bu Dwayne Johnsonmi? Agar Enderman qachok bo'lganda edi, Dwayne Johnson bilan birga bir bo'lardi. Mayli, bu hazil. Mana endi yog'ochlarni olamizda, tomni qolgan qismini yopishni davom etamiz. Albatta yog'ochlar archa daraxtidan bo'ladi, chunki archa daraxti chiroyli ko'rinadi. Mana bularni esa yunglar bilan yopib chiqamiz. Menimcha yomon chiqmayapti. Lekin mana bu yer yoqmayapti-da, bu yerni ham yopib chiqsammikin? Mana shu yerni yopganimdan so'ng tom qismi tugasa kerak. Qani? Mana endi yomon emas. Tashqi tomonni tugatganimdan so'ng uyni ichi bilan shug'ullanamiz. Men uyni ichini Dwayne Johnsonning buyumlari bilan bezab chiqaman. Mana tom qismiga ham, patologga ham archa daraxtidan ishlatdim. Menga bu yoqyapti, sizlargachi? Lekin bir kichkinagina muammo bor. Mana bu tepa qismini yoki yopish kerak yoki bo'lmasam yashil yungga almashtirish kerak. Chunki loy bilan sal g'alat ko'rinar ekan. Qani ko'raylikchi qanday ko'rinar ekan. Menimcha yashil bilan chiroyli chiqsa kerak. Men blok olish uchun g'orga borib o'tirmayman. Eng oson yo'li bu. Men o'ylaganimki effektliroq chiqadi deb. Jin ursin, bulardan men aytgan bloklardan olib bo'lmas ekan. Jin ursin. Yo xudoyim. Jin ursin, kommentariyada yozsangiz yaxshiroq so'zlar bilan yozing. Nima yozganini tushunib bo'lmayapti. Mayli, qidirishni eski yo'ldan boshlaymiz. Qani la'nati g'or, menga yashil bloklaringni ber. Mana buni pechenya raketa desa bo'ladi. Mana endi ko'ramiz, tomni yashil bloklarga almashtirgandan so'ng qanday ko'rinar ekan. Menimcha yomon emas.
Iyul la'nati, sen qayerdan paydo bo'lding? Yo'q. Obbo, bilyat. Shu ham borbadi meni boshimga. Teshikni qara, enaynikidek qilib qo'yding. Mana bo'ldi, qasrning tom qismi bitdi. Menimcha yomon emas, to'g'rimi? Mana endi uyining ichkari qismi bilan shug'ullanamiz. Jin ursin, bu yerda o'rgimchak nima qiladi? Axir kecha Mag'firat opa bu yerni uborka qilib ketgan edi-ku. Xo'sh, mana endi eman daraxtidan foydalanamiz. Menimcha ko'rinishi chiroyli bo'lsa kerak. Ularni plitaga aylantiramiz va pol qismini quramiz. Mana bo'ldi. Yo'q, xudoyim, yana Dwayne Johnson keldimi? Hali uying bitgani yo'q. Nima balo, uyga rasxot qilib arg'ilab ketdingmi? Xo'sh, birinchi navbatda bu qasrga nima qilmoqchiman? Dwayne Johnsonning buyumlari emas, albatta. Xo'sh, birinchi navbatda sandiq, verstak, pech, fakel va kravat. Chunki bu 5 ta buyumlar bizga eng kerakli bo'ladigan buyumlar. Bu buyumlar barcha uylarga kerak bo'ladi. Lekin men ularni salgina kattaroq qilmoqchiman. Men o'zi verstakni 3 ga 3 qilmoqchi edim. Agar uni shunday qiladigan bo'lsam, u mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana, verstak bilan bir xil. Lekin bu ish bermaydi-da. Eng yaxshi yo'li ko'proq yog'och olib, ko'proq verstak yasash kerak. Mana bunday va mana bunday qilib. Mana shuni o'zi yetsa kerak, mana bo'ldi. Mana bahaybat qasr uchun bahaybat verstak. Jin ursin, o'zi bu shu yerda turishi kerakmi yoki yo'qmi? Menimcha bu umuman ish bermasa kerak. Men deyarli 10 daqiqa vaqtimni bir nechta buyumlarni qurishga sarfladim. Mana bu podiumlarning ustida buyumlar turadi. Jin ursin, yana Dwayne Johnson keldimi? Birinchisida verstak. Jin ursin, devordan blokni nimaga tortib olding? Fu la'nati. Mana bahaybat verstak. Mana endi bizga kerak bo'ladi pech, sandiq, kravat va fakel. Fakel mana shu o'rtada bo'ladi. Chunki bahaybat fakel mana shu qasrni yoritib turadi. Lekin pechimiz oddiyroq bo'lishi kerak. Mana endi bu yerda pechlarni birlashtirib chiqamiz. Bam, mana shunday. Mana endi navbat sandiqqa. Jin ursin, mana bu sandiqni 3 ga 3 qilib qanday qursam ekan? O'zi bu matematikaga ham to'g'ri kelmaydi. Mayli, sandiqlarni shunchaki birlashtirib chiqaman bo'ldi. Oddiygina usuli sandiqlarni ko'paytiraman. Ko'rinishi unchalik ham chiroyli emas, lekin bo'ladi. Endi esa navbat kravatga. Bo'ldi, shunisi yetadi. Mayli, kelinglar, kravatni bloklardan yasaymiz. Mana tayyor. Jin ursin, kravat salgina qiyshiqroq turibdi, to'g'rimi? Bunchalik katta bo'lgandan keyin qiyshiq bo'ladi-da. Kravatmisan kravat, o'zimga yoqsa bo'ldi-da. Jin ursin, mana endi qasrning maydoniga bahaybat fakelni qurishimiz kerak. Mayli, qani bo'lmasam boshladik. Fakel yanada chiroyliroq bo'lishi uchun men yog'ochlarni qirib chiqaman. Mana ko'ryapsizlarmi fakelning rangi qanday? Shuning uchun men har doim eman daraxtidan foydalanaman. Xo'sh, bu yerga gulxan yoqamiz. Mana. Endi esa mana bu yog'ochlardan lyuklar yasaymiz. Gulxanni ustini yopish uchun. Xo'sh, mana bir burchakga qo'yamiz va bir nechta lyuklar. Xo'sh, menimcha yomon emas. Endi esa gulxanning ustini ranglar bilan bezab chiqamiz. Oq, sariq, oranjeviy, yana oranjeviy. Mana endi fakeldan tutun ozgina chiqishi kerak edi. Obbo. Jin ursin, bir qarasa tutun chiqyapti, bir qarasa chiqmayapti. Axir barchasini to'g'ri qurgan edim-ku. Jin ursin, tutun qani? Mana bu fakelda tutun chiqyapti, bunda esa yo'q. Ha mayli, endi bizda haqiqiy fakel bor. Fakelmisan, fakel? Xo'sh, uyning ichida bizga kerakli bo'ladigan barcha buyumlar bor. Mana endi Dwayne Johnsonning buyumlari bilan shug'ullanamiz. Agar sen Google dan qidirib sport zallarining suratiga qaraydigan bo'lsang, ularning pollari kulrang. U yerda juda ham ko'p gantellar, shtangalar bor. Shuning uchun polini beton qilib chiqamiz. Xo'sh, hozircha menda yetarli materiallar bor. Shuning uchun birinchi navbat trenajyorlardan boshlaymiz. Biz bilamizki, Dwaynening muskullari juda ham baquvvat. Mana tayyor shtanga uchun joy. Xo'sh, qanday og'irlikdagi shtangani qo'ysak ekan? Ko'rinishi salgina g'alati bo'ldi. Kelinglar, ularni ko'mirdan qo'yamiz. Qaysi bir og'irroq ekan, ko'mirmi yoki yog'ochmi? Uni qo'yinglar, gurzu qo'yamiz. Gurzu bilan vobshe dahshat chiqadi. Jin ursin, gurzu bilan yaxshi chiqmadi. Kelinglar, mana bu yerga ko'mir qo'yib chiqamiz, tepasiga esa gurzuni qo'yamiz. O'ldirsa gurzu o'ldirsin. Axir Dwayne Johnsonga bular cho't emas. Bu shtanga fil og'irligida bo'ladi. Mana endi qo'l mushaklari uchun gantellar yasaymiz. Har bir qo'l uchun bittadan gantel. Har bir qo'lida bittadan gantel bo'lsa, demak ikkita yasaymiz. Kelinglar, oldiga yana bitta gantel quramiz. Jin ursin, har bir gantelning og'irligi meni og'irligimdan og'irroq. Axir Dwayne Johnson baquvvat, zabardast. Menimcha Dwayne Johnsonning qo'l mushagi meni belim bilan baravar bo'lsa kerak. Uning gantellari oddiy ganteldan ko'ra kattaroq. Xo'sh, yana qurishni davom etamiz. Biz bahaybat gantellarni yasadikmi? Demak, bahaybat shtangalarni ham yasaymiz. Mana shunday.
Faqat mendan so'ramanglar, buni qanday qilib ko'taradi deb. Menimcha bu shtanganing og'irligi bir avtomobilning og'irligiday bo'lsa kerak. Axir u Dwayne Johnson-ku, bunday shtangalar unga cho't emas. Men velosiped yoki bilmasam yuguradigan yo'lakcha yasamayman. Chunki uning bahaybat shtanga va gantellari bor ekan, uning bahaybat muskullari va taqir kallasi bor, velosiped ney darkor. Xo'sh, mana endi mana bu kichkina burchakchada nima qursak ekan? Xo'sh, bu yerga nima sig'dirsak ekan, ha? Bu yerga shunday qurilma qurish kerakki, sport zalga mos bo'lsin. Balkim bahaybat oynalik xona qurarman. Uning yuqorisida esa yorituvchi moslamalar bo'ladi. Bu chiroqlar taqir boshini yoritib turadi. Sizlarga qiziq bo'lsa kerak, men Minecraftda oynani qanday qilib quraman. To'g'ri, oyna qurib bilmaymiz-ku, lekin sal o'xshashroq bo'ladi. Birinchi navbatda bir nechta tayoqlar olamiz. Endi esa kulrang yung kerak. Xo'sh, birozgina olamiz. Endi esa ko'pgina banner yasaymiz. Endi esa menga har xil ranglardan kerak bo'ladi. Xo'sh, menga oq rang kerak, u menda bor. Keyin esa menga ko'k rangdan kerak bo'lyapti. Ularni moblardan qidiraman. Borib 8 oyoqlar fermasini ko'raylikchi. Xo'sh, borib ko'ramiz. Men qurgan ferma hali ham ishlayotganmikin? Qani? Ishlayotgan ekan. Mana endi bir nechta bannerlar quramiz. Mana bizning oynalar. Mana endi lampalarni olamizda, oynalarni qo'yib chiqamiz. Dwayne Johnson xursand bo'lishi uchun. Mana bizning oynalik xonamiz tayyor. Mana endi men o'zimga har tomondan qarab bilaman. Balki men ham shug'ullansammikin? Kuchli pressimga, bahaybat muskullarimga, taqir boshimga qararmidim? Axir barcha bodybuildingchilar mana shunday qiladi-ku. Xo'sh, mana endi uyning mana bu burchagi bilan shug'ullanamiz. Men mana shu yerda mashinalar uchun garaj qurmoqchiman. Biz bilamizki, Dwayne bahaybat mashinalarni yaxshi ko'radi. Uning videosini ko'rgansiz, to'g'rimi? U yo'lda fanatlarni uchratib qolgan videosi chiqqan edi. Lekin u mana shu yerda bo'ladi. Shuning uchun mana bu oynalar kerak emas. Xo'sh, garaj uchun oynalik panellardan foydalanaman. Chunki garaj ham savramenniy ko'rinishi kerak-da. Menimcha oddiy oynadan ko'ra tonirovkalik oyna yaxshiroq. Jinorson, tonirovkalik oyna kamlik qilsa kerak. Xo'sh. Mayli, bu bilan keyinroq shug'ullanaman. Mana endi uyga uchib borib kerakli materiallarni olamiz. Dwayne Johnsonning bahaybat mashinasini qurish uchun. Qani bo'lmasam boshladik. Mana bahaybat bolaning bahaybat mashinasi. Bu bahaybat mashinaga faqatgina Dwayne Johnson sig'adi. Men mashinaga chiqish uchun hattoki parok ham qo'shdim. Burchaklarga ikkita oyna qo'yib chiqdim. Chunki mashina ko'rkamliroq ko'rinishi uchun. Bahaybat oldin va orqa faralari kravatdan qurilgan. Yana polga bir nechta o'zgartirish kirgizish kerak. Chunki yog'ochlik pol mashina uchun mos emas. Shuning uchun yog'ochlik polni olib tashlaymiz. O'rniga yaxshiroq biror nima qo'yamiz. Xo'sh, mana endi garajni tugatamiz. Tonirovkalik oynalarni ham qo'yamiz, chunki tashqari tomondan ichkari tomon ko'rinmasligi kerak. Keyin esa garajni, bir daqiqa shoshmanglar. 1 daqiqa. Axir butun garaj oynadan iborat-ku. It ham o'tsa ichkari ko'rinadi. Mana bu bitta tonirovkaning nima foydasi bor? Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mashinani o'g'irlab ketishadi-ku. Mana endi Dwayne uchun bahaybat shkaf quramiz. U har doim kostyum kiyib yuradi yoki bo'lmasa mayka. Axir u modniy bola-ku. Xo'sh, demak biz unga bir nechta o'ziga mos bo'lgan kostyumlar tikamiz. Xo'sh, ko'raylikchi menda bormikin? Jinorson, menda kostyum bo'lgan ekan, lekin men uni kiygan ekanman. Qachon kiygan ekanman buni? Bunga qaranglar, ustimga kostyum kiyilganga o'xshaydi, to'g'rimi? Mana bu o'rtasida galstuk, lekin bu galstuk emas. Biz mana shuni kostyumga o'xshatishga harakat qilamiz. Jinorson, nima uchun men uchib bilmayapman? Menda qanotlar yo'q ekan. Desam ishonmang. Xo'sh, mana endi biz zirhli bo'laklarni qidirishimiz kerak. Menimcha zirhli bo'laklar o'rmonda bo'lsa kerak. O'rmon yangilanmagan ekan. Demak, yo'limiz anchagina uzoq. Xo'sh, kimdir menga bir narsani tushuntirib bera oladimi? Qanday qilib mana bu kema quruqlikka chiqib qoldi? Jinorson suvning ustiga uchib turibdimi? Bu yerning yerlari ser unum bo'lgani uchun qovoqlar o'syapti. Mana, bu bioma ekan. Buni kichkina, yo xudoyim, bu savannani kichkinaligiga bir qarang. Yo tavba. Agar qarichim bilan o'lchasam 3 qarich bor. Bu yerda orol ham, daraxtlar ham uchib turibdimi? Jinorson, bu nima bo'la? Jinorson, qaranglar, Avatar kinosiga o'xshaydi-ya. Yo xudoyim, o'rmon uylaridan birini topdik. Bu juda ko'p vaqtimni oldi. Qani ko'raylikchi, ichkarida sandiq bormikin? Jinorson, men chaqiruvchilardan qo'rqaman. Chunki ular mana bu maymunlarni yuboradi. Ular jimgina burchakda pismayib o'tirishadi, la'natlar. Vele. Xo'sh, men bilmayman bu qo'rg'onning qaysi burchagida sandiq bor. Jinorson, bir o'zim yurish qo'rqinchli ekan. Har ehtimolga qarshi kitob javonlarini ham olamiz. Bu nimaga qo'lini ko'tarib turibdi? Doskaga chiqmoqchimi? Xo'sh. Yo xudoyim. Jinorson, bular kutib qoladi, nima qilyapti?
Jin ursin, la'nat, sandiq qayerda ekan? Mana u. Ko'raylikchi, sandiqning ichida kostyum bormikan? Qani. Bor ekan. Bo'ldi, bu yerda qiladigan ishimiz yo'q. Mana endi men uchaman. Wow! Jin ursin, qanotlarni ishga solmadim-ku. Do'stlar, yo'lda kelayotganimda qanotim sinib qoldi. Shuning uchun uyga peshkom kelyapman. Jin ursin, ishonmaysizlar, 1 soatdan beri kelyapman. Va nihoyat uyga yetib keldim. Xo'sh, mana endi mana buni duplikat qilamiz. Men barchasini duplikat qilib bilarmikan? Yo'q, xudoyim, barchasini duplikat qilib bilar ekanman. Yo'q, xudoyim. Men olmoslarimni ishlatib yoribman. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Mana endi bizga kerakli bo'ladigan 10 ta kitob bor. Ajoyib. Xo'sh, mana endi tayyorlagan kiyimni kiyim ilgichga osamiz. Uni kiyganingdan so'ng seni galstuking borga o'xshaydi. Mana shunday. Xo'sh, mana endi zirhlardan yana 10 ta yasaymiz. Endi esa bu kostyumni Duin uchun yasaymiz. Kiyim ilgichlarni mana bu yerga qo'yamiz. Yo'q, ularni yanada qiziqarliroq qilamiz. Chunki Dwayne Johnson milliarder-ku. Axir seni kiyim ilgiching oddiy bozordan olinmaydi-ku. Xo'sh, qani boshladik. Mana har bir kostyum qo'yish uchun alohida xonachalar bor. Har bir kiyimlarni yoritadigan chiroqlar ham bor. Dwayne'ning kostyumlari kalboshiga o'xshab yorug' bo'lib turadi. Mana bunday kostyumlarning oq galstugi bo'ladi. Mana bunda esa yashil galstuk, mana bunisida qizil galstuk. Axir bu klassika. Endi esa navbat tilloga. Tilloning galstugi ko'k bo'ladi. Yoki uni oqqa almashtirsammikin? Mana shunday, yo'q, qizil bo'ladi. Mana endi sariq rangga o'tamiz. Mana bunisi ko'k brilliantli galstuk. Unga tillo aralashtiramiz. Mana bunisi esa oddiyroq bo'ladi. Kulrang galstuk. Mana bo'ldi. O'zining bahaybat mashinasiga o'tirishidan oldin bemalol kostyumlardan birini kiyib ketishi mumkin. Xo'sh, uning bo'yi 2 metr, eniga ham 2 metr, shuning uchun bahaybat oyna quramiz. Yo, bunaqa kichkina emas. Axir biz bechoralar oynadan foydalanmaymiz-ku. Faqatgina bo'yi balandlar oynadan foydalanadi. Mana endi oxirgi qo'shadigan buyumim uning sovrinlari. Men ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib chiqdim. Uning sovrinlari 45 ta ekan. Xo'sh, buncha sovrin uchun menda yetarlicha joy yo'q. Shuning uchun men bir nechta sanoqli nishonlar qo'yib chiqaman. Mana barcha sovrinlarni barglarni ustiga terib chiqdim. Mana bu sovrinni 2017-yil olgan. Mana buni esa Gollywoodda ishlagan vaqt televideniyadan olgan ekan. Jin ursin, sovrinni ham shunaqa uzun yozadimi? Yana bir qancha sovrinlar. Jin ursin, mana bu yerga nima balo yozilgan o'zim ham tushunmadim. Albatta bir kun kelib Anilan Dublyaj Uz YouTube kanaliga ham mana shunday sovrinlar bo'ladi. Do'stlar, agar sizlar ham Anilan Dublyaj Uz YouTube kanaliga obuna bo'lsangiz, biz ham bir kun kelib YouTubedan tillo knopka olishimiz mumkin. Sizlarga meni Minecraft video dublyajlarim yoqyapti degan umiddaman. Men barchangizni hurmat qilaman. Xullas, Dwayne Johnsonning uyining interyeri deyarli tayyor bo'ldi. Mana endi uyining tashqi tomoniga ishlaymiz, ya'ni qasrning orqa tomoniga. Xo'sh, biz mana bu yerga bahaybat mehmonxona qurishimiz kerak. Yana basen, keyin esa yo'lakcha. Xo'sh, birinchi navbatda kelinglar basen qurish bilan shug'ullanamiz. Xo'sh, birinchi navbatda mana bu qiya joyga uni joylashtirishimiz kerak. Biz basenni bitmas tuganmas basen qilishimiz kerak yoki shunga o'xshagan. Xullas, men basenni marmar toshidan terilgan basenga o'xshatmoqchiman. Keyin esa men mana bu burchakni okean bilan birlashtirmoqchiman. Mana shunda bitmas tuganmas basen bo'ladi. Bu basen okean bilan birlashgan bo'ladi. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi archa daraxti. Mana endi basen bilan birga orqa hovlini ham quramiz. Tushunmadim, nima bo'lyapti? Voy, lamalar, sizlarning egangiz qani? Bular egasini yo'qotgani uchun o'zlarini osyaptimi? To'sh la'nati, hali yoshlik qilasan. Hali qancha eshaklar bilan birlashishing kerak. Jin ursin, ikkovi ham yiqilib o'ldi. Mana tayyor. Hoy, men seni boya lamalaringni ko'rgan edim. Ular o'zini osib o'ldirdi. Nima? Lamani qana ko'rgansan, o'zini osganni? Ular ikkita edi, bir-birini osib o'ldirdi. Hozir men seni cho'ktiraman deb o'yladim. Xo'sh, mana bu bitmas tuganmas basenga o'xshash uchun uni okean bilan birlashib turadigan ko'rinishga keltirishim kerak. Xo'sh, men ikki xil ko'rinishdagi vitrajlarni oldim. Ko'ramiz, ulardan qaysi biri to'g'ri kelar ekan. Endi esa basenni bir chetini ochamiz. Yo, xudoyim. Mana endi bizda favora bor. Xo'sh, mana endi ko'k vitrajlardan foydalanamiz. Chunki bu yerga ko'k vitrajlar to'g'ri keladi. Mana bu vitraj okeanga mos ekan. Xo'sh, qaysi biri to'g'ri kelarkin? Bunisimi? Mayli, mana bunisini olamiz. Chunki bu vitraj okean bilan rangi bir xil ekan. Boshqasi bo'lishi ham mumkin emas. Kelinglar, mana endi basenni burchaklarini mana shu ko'k vitrajlar bilan o'rab chiqamiz. Endi esa yanada chiroyliroq bo'lishi uchun chiroy qo'shamiz. Stol, shashlik qilish uchun mangal, keyin esa trampolin. Mana Dwayne'ning orqa xonasida kurort bor. Dwayne Johnson mana bu yerga yotib, quyosh botishini kuzatsa bo'ladi. Jin ursin, Dwayne'ning bo'yi balandku, uni uzunroq qilamiz.
Mana bu yerda esa ochiq havoda bemalol oila bilan birga o'tirib tamaddi qilib olsa bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerda esa nozik mehmonlar uchun mehmonxona bo'ladi. Men uni tez orada quraman. Uning mehmonxonasi bizning uyimizdan 2 barobar kattaroq bo'ladi. Mana bu qismida esa men yana nimadir qurmoqchiman. Bu yerdan narigi tomonga ketadigan yo'lakcha quramiz. Ha do'stlar, uni mana shu yerdan quraman. Shuning uchun yo'lakcha va unga mos platforma ham quramiz. Bu uyning narigi tomonida bo'ladi. Endi esa ozgina kvarts olamiz. Bundan ham platforma yasaymiz. Mana endi topinglarchi men nima quraman? Bu Dwayne Johnson uchun juda ham qiziqarli bo'ladi. Xo'sh, endi esa bloklardan ramka yasaymiz. Burchaklarga ham qora toshdan qo'yamiz. Do'stlar, sizlar sezdingizmi men nima quryapman? Endi esa o'rtasiga qizil gilamdan tashlaymiz, chunki menda arqon yo'q. Do'stlar, agar sizlar payqagan bo'lsangiz, buni kommentariyada yozib qo'yishingiz mumkin nima ekanligini. Men uyning orqa tomoniga ring qurdim. Mana endi u qachonlardir bahaybat mashinasida uyga qaytadigan bo'lsa, bu ringda qandaydir bolalar jang qilayotganini ko'radi. Mana endi mehmonxona qurish qoldi. Mana endi yana bir yo'lakcha quramiz, keyin esa mehmonxonaning fundamentini to'kamiz. Mana bahaybat qasrning oldiga bahaybat mehmonxona qurildi. Jin ursin, bu mehmonxona men yashab turgan uydan 2 barobar katta. Bu mehmonxona emas, to'yxonaga o'xshaydi. Hoy, Turdiqul, sen hali ham eshaklaringni qidirib yuribsanmi? Labalarimni sen o'ldirgan ekansan. Uzr oshna, keyin ko'rishamiz. Mana endi qasrni girdogird aylantirib yo'lakcha qursam bo'ldi. Endi esa tashqari tomonni chiroyli qilamiz. Masalan, o'rindiqlar qo'yamiz, gullar ekamiz. Xullas, tashqari tomonni landshaftini o'zgartiramiz. Mana tayyor. Mana Dwayne Johnsonning haqiqiy uyi bilan birga bir bo'ldi. Xo'sh, men mana bu yerga daraxt ekdim, lekin uning oldida Dwayne Johnson yo'q. Men mana bu yerga ko'proq daraxtning barglaridan qo'shdim, chunki sizlar bilasizlar, men daraxtning bargini yaxshi ko'raman. Uyning orqa tomoni ham chiroyli bezatildi. Mana bu yerni esa ozgina teksladim. Basen uchib turganga o'xshamasin deb. Bir daqiqa. Ha, mayli, e'tibor bermaymiz. Lekin ko'rinishi vobshe dahshat bo'ldi. Xullas do'stlar, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. O'ylaymanki, bu videomni Dwayne Johnsonning o'zi ham ko'radi. Bu Dwayne Johnsonning uyi loydan yasalgan Minecraftdagi eng birinchi qasr bo'ldi. Xo'sh, Bulbulcha va Parpa, sizlarga yangi uy yoqdimi? Agar video sizlarga ham yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xayr.